Akalar, narx-navosini bexizolat solishtirib olaverasizlar. Boshqa do'konlarda 1300, 1400 gacha sotilayotgan komplekt motoblogimizni Agroservis do'konidan ulardan 200, 300 dollardan arzon narxiga 1200 dollar evaziga xarid qilib olishinglar mumkin. E'tibor beringlar. Oldi tomonida 17 ot kuchli motoblog akalar. Komplektda freza, tormoz, dokument, ключ, mayda juda narsalargacha beriladi va oldi tomonida hamma akalar kutgan va so'ragan 120 lik universal bo'lgan zatkamiz yon tomonda vertikalniy pichoqlarigacha bo'ladi. Parrelari ham hattoki qalin parrelardan qo'yilgan eng full pozitsiyadagi zatkamiz hamda motoblogimiz komplektatsiyalari bilan atiga 1200 dollardan tarqatib yuborilyapti. E'tibor bering, boshqa joyda aytib o'tgandek 1300, 1400 gacha sotilyapti, lekin bizda 10 dona mana shunaqa komplektimizni atiga 1200 dollardan berib yuboramiz. Agar videoga bitta like tugmasini bosib turib, kommentga omad yozib keladigan bo'lsangiz, kelganingizda hozir aytgan narximdan ham oz-moz yo'lini qilib, kelishtirib kamini qilib beramiz. Manzilda aytib o'tamiz. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroservis do'koni akalar. Ekranda pastiga nomerlarimni qoldiryapman. Bemalol telefon qilib xarid qilib olishinglar mumkin. Atiga 10 dona mana shunaqa komplektatsiya 1200 dollardan beriladi akalar. Xo'p, ma'lumotlarni berishni boshladik bo'lmasa akalar. Videoni boshida aytib o'tamiz. Agar videoga aytib o'tganimdek like tugmasini bosib turib keladigan bo'lsangiz, do'konimizda bonuslarimiz ham bo'ladi. Bu bonuslar qanday ukam deganlar uchun biz har bitta videolarimizni qo'llab-quvvatlab like tugmasini bosib yurgan bo'lsangiz, do'konimizga kelib, shu yerdagi turgan istalgan bitta motoblogni xarid qilganingizdan keyin mana shu omadli barabanimizni aylantirasiz. Bu omadli barabanimizni ichida e'tibor beringlar. Mana shu yerda turgan instrument, shurpayor, bolgarka, kulish nabor, shunga o'xshagan mana akalar 50 xildan ochiq instrument shu barabanning ichiga joylangan. Kelasiz, o'zingizga yoqqan bitta motoblogni xarid qilasiz va barabanda aylantirib, shu yerda qaysi instrument tushsa ham 1 so'm pul bermasdan shunday olga tekinga olgan motoblogingiz uchun qo'shib sovg'a sifatida olib ketishingiz mumkin akalar. Shuni hisobiga qo'llab-quvvatlab like tugmasini bosib qo'yishni unutmaymiz. Bo'lmasa komplektatsiyamizni tanishtirishni boshladik. Birinchi bo'lib motoblogdan tanishtiradigan bo'lsak, motoblogimiz eng katta bo'lgan, ko'rib turganinglardek 17 ot kuchli yoqilg'i turib benzinli bo'lgan motoblogimiz. Yurishlari ham zavodnoy orqali yurg'izsanglar bo'ladi, hamda akkumulyator statorlar bilan jihozlangan. Kalitda ham ko'rib turibsizlar, bemalol kalitda ham zavodit qilib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, motorlari juda ham katta, baquvvat hamda sifatli motorlardan qo'yilgan. Shuni hisobiga mamlakat jatka, arava, shunga o'xshagan og'ir texnikalarni ishlatayotganda ham umuman qiynalib qolmaydi. Xo'p, motor baquvvat bo'lgandan keyin korobka ham o'shanga yarasha juda ham baquvvat qilib ishlangan. Motoblog ishlatib yurgan akalarimiz bittada biladi. Bu korobka ancha katta korobka qo'yilgan bo'ladi. Orqa tomonida qishloq xo'jaliklarigacha joylangan. O'zi bu zatkamizni men oldi tomoniga qo'yib qo'yganman. Bu zatka o'zi orqa tomonga qo'yiladi, qishloq xo'jaligiga ulanadi. Hamda bu roli bu yerda akalar bo'shab turib oldi tomonga aylanib ustanobka qilinadi. Kesanglar ustanobkalargacha qilib berilaveradi. Undan muammo yo'q akalar. Shu yerda ishlatib, yurg'azib, tekshirib ham beriladi. Xo'p, reduktorlarga ahamiyat beringlar. Reduktor juda ham baquvvat, qalin reduktorlardan qo'yilgan, sifatiga, ishlashiga gap bo'lishi mumkin emas. Balonlari yaxshi yumshoq balon qo'yilgan, yer ichida botib qolmasligi uchun tishli balonlardan qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, skorslariga e'tibor beringlar. Oldiga bir hamda orqaga 2 skorslar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu motoblogimiz o'zining komplektatsiyasiga frezasi, tormozi, dokumenti, ключи garantiyalari bilan beramiz, hamda oldidagi zatkasi bilan 1200 dollarga qo'shib komplekt qilib beramiz. Akalar, aytib o'tganimdek, atiga 10 dona xolos, shoshilamiz. Ertaga 10 ta tugagandan keyin yana o'sha oldingi narxida 1300, 1400 dollardan sotiladi. Shuni hisobiga shoshilinglar akalar. Xo'p, oldi tomondagi zatkasi 120 lik bo'lyapti. Yon tomonda vertikalniy pichog'i bo'lyapti. Bu vertikalniy pichog'i akalar chuvalashgan hamda chirmoq bosgan o'tlarni yon tomonni tozalab, hamda o'tni bir tomonga tortish uchun yordam beruvchi vazifasida qo'yilgan akalar. Parrelariga e'tibor beringlar. Ko'pchiligini parraga yupqa qo'yiladi. Bunga qalin parraga qo'yilgan. O'tni tortayotganda umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Hattoki tagidagi segmentlari ham juda ham baquvvat qilib ishlangan. O't o'rayotganinglarda ancha-munchaga sinib, uzilib ketmaydi. Xo'p, harakatlari bunda cheres
sep orqali bo'ladi. Sep reduktorga harakat beradi hamda parrellarni aylantirib, o'tingizni o'rib beradi. Bu 20 joyda olib ketadi. Bir tomonga 3 ko'tini bitta qilib, o'tingizni taxlab ketadi akalar. Kelganinglarda ham yana to'liqroq ma'lumotini berib, narx-navosini arzonroq qilib beramiz. Faqatgina videoga bitta like tugmasini bosib qo'ying. Kelganingizda komplektini $1200 ga xarid qilib olishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i Agro servis do'kon. Boshqa turdagi texnika olaman deganlar aloqaga chiqaverasizlar. Boshqa turdagi 7, 9, 15, 6 kunlik hammasini 100% bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Joningiz sog' bo'lsin.